Bizlarni kechirmasang, bizlarni boshqa kechiradigan zot yo'q. Robbimiz seni ostonangga Laylatul Qadr kechasi Robbim bizlarni kechiradi. Tilovati Qur'onlardan keyin duolar ijobat bo'ladi deb mana shu ilimizda seni uyingga keldik. O'zi aslida seni uyingga kelishlikka biz uyalamiz. Biz gunohkormiz. Biz xato qildik. Biz yo'ldan adashdik. Parvardigor, qabrning azobidan biz qo'rqamiz. Parvardigor, qabrda yolg'iz bo'lganimizga bizlarga rahim qilgin. Qiyomatda dahshatlari bo'lganda yosh bolani, beshikda turgan bolani sochi oqaradi degansan. O'sha dahshatlardan bizlarni xalos qilgin. Sen rahim qilgin bizlarga. Alloh taolo bizlarga yaxshilik bergin. Robbim, biz ojizmiz, biz kamtarmiz. O'z o'rnida biz kibrlimiz. Alloh taolo kibr qalbida zarra bo'lsa jannatni hidini ham hidlamaydi degansan. Robbim, bizlarni qilgan